Hammaga assalomu alaykum hurmatli treyderlar. 100 kunda 10 dollardan 150 ming dollargacha challenge'imizni 18-kuni, 17-kuni ham take profit oldik. Sal qiynalib bo'lsa ham, bugun ham inshaalloh riskka amal qilgan holda take profit olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam savdola boshlaymiz. Xudo xohlasa savdoni ham boshlayapmiz. Kecha ham xudo xohlasa Allohga shukr take profit oldik. Bugun ham inshaalloh take profit olishga maksimal harakat qilamiz. Birinchi o'rinda sizlar qo'llab-quvvatlab, like, podpiska tugmachalarini bosib qo'ysanglar, shu menga motivatsiya bo'ladi. Birinchi o'rinda obuna bo'lib qo'yinglar. Ikkinchi o'rinda like bosinglar. Uchinchi o'rinda kommentariyaga meni qo'llab-quvvatlab, shu savolinglar bormi yoki rag'batlantirasizlarmi, shu yozib ketsanglar, men juda ham xursand bo'laman. Birinchi o'rinda hozir analiz qilib olamiz savdoni boshlaymiz. Savdoni qilayotgan jarayonini tezlashtirilgan kadrda qo'yib boraman. Kuzatib boringlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bo'lsam ketdik. Hurmatli treyderlar, xudo xohlasa mana savdoyimizni va nihoyat mana tugatdik. Kech payt o'tirdik. Keyin ertalab mana hozir savdodamiz. Nima ekranim ko'rmayotgan ekan. Hozir 1 minut. Mana hozirgi analizda meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Hozir kecha zarar qilganim hisobiga balansga 20 dollar tashladim. Yoz chiqarib oldim 20 dollarda, u hisoblanmaydi. 20 dollar tashlab turib riskga chiqarib oldim. Keyin sizlarga aytadigan narsam, hozir riskka amal qilmadi. 20 dollar tashladim. Balansimda yana 20 dollar bor edi. 40 dollarga 2 lot ochib oldim. 2 lot ochib olganim hisobiga balansim kattalashib ketganiga yana 4 lot ochib oldim. Menda hozirgi pribl 640 dollar bo'ldi. 640 dollar bo'ldi. Men haligi polni nimalarda chiqarib yubordim. Nima deydi? Tushirgan 20 dollarimni, haligi boshida tashlagan 10 dollarimni ham chiqarib oldim. Balansimda roppa-rosa balansimda roppa-rosa 597 dollar qoldi. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozir shunday mana bitta ko'rsatib beraman. Endi chisti umuman
Men o'zimga do konca javob beraman, riskka amal qilib ishlayman endi. Chunki men har kuni rejadan tashqari ham ishlayotgandim-da, mana hozir ko'rsataman. Qayerda kelganim. Sizlarga aytadigan bo'lsam, mana $597. Sizlarga eng zo'r maslahat Sizlarga eng zo'r maslahat riskka amal qilib, mana misol bugunga $1 topish kerakmi reja? $1 ga take profit qo'yinglar, $1 dan ko'p ham kam ham topmanglar, xudo xolasa. $1 dan kam ham ko'p ham topmasanglar, o'sha sizlarga eng zo'r reja bo'ladi. Men nima qildim? $2 foyda maqsadi qildim и $2 dan ko'p topaman deb balansimni 0 gacha tushirishga to'g'ri keldi. O'sha sizlarga aytadigan narsam, iloji boricha riskka amal qilib, mana men misol hech riskka amal qilmadim. Endi mana balansim kattaligini hisobiga endi faqat riskka amal qilib ishlayman. Take profit, stop loss o'zi har doim ishlataman, hozir ham ishlataman. Prosta full marga tiqib turib, full margin tiqib turib, nima qildim hozir? Balansimni kattalashtirib oldim. Endi xudo xolasa ertagalik foyda maqsadimiz, bugungalik foyda maqsadimiz, kechagi foyda maqsadimiz $2 edi. Mana $640 $640 foyda bo'ldi, lekin u $640 deb hisoblamaymiz mana. Balansimizda jami $107 bor edi. $107 bor edi. 500 necha dollar bo'ldi hozir? Balansimiz $597 dan ayiramiz $107. $490 sof foyda bo'libdi. Endi xudo xolasa riskka amal qilamiz 100%. Chunki nimaga 100% deb men o'zimga kafolat berayotganim sababi stop loss qo'yayotganimizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. $10, $20, $30 da stop loss qo'ysanglar, misol 2 marta stop loss olsak, balansimiz yo'q bo'lib ketardi. Hozir endi unaqa bo'lmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh bir $150 ming ham qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.